Samarqandda Ahmadjon Umarovning ijodxonasida biz mana yonimda o'tirganlari bu Ahmadjon Umarov atoqli o'zbek rassomi. Bu shunaqa ijodkorki, mana har bir kartinalari dunyo miqyosida sotilyapti. Mana shu qarshimizda turgan kartina ko'rsatib qo'yasizlar shuni. Qarshimizda turgan kartinaga g'arbliklar 50 ming dollar taklif qilishgan, lekin Ahmadjon Umarov hali ko'nmagan, chunki buni o'zi million dollar turadi. O'zini nimasini saqlab, o'zini galereyasiga qo'ymoqchi. Eshitgan ekan ham shu 17 million dollarga sotilgan kartinani o'sha bahodan o'tsa sotar ekan. Yonimda mana atoqli o'zbek shoiri Chorsham, bu hofiz dotsent, madaniyat instituti dotsenti G'ofurjon Yunusov, shoir, bog'bon, hofiz Umarjon Yusupov, tarjimon, shoir, noshir Nosir A'zamjon Ismoilov, mana atoqli adibimiz jadidchi Abdulla Qodiriyning nabirasi Xondamir. Bugun biz Xudo rahmati do'stimiz Jamol Sirajdinov Xumiyni bir 70 yillik xotirasiga kelganmiz. Shu nimadan vaqtdan foydalanib Ahmadjon akani ijodxonasida hozir turibmiz. Hozirgina borib Xumiyni qab nimasini abadiy oromgohini nima qildik, Qur'on tilovat qildik u yerda, oilasiga kirdik. Juda ham bir bizni xursand qilgan tomonlari shu bo'ldiki, o'g'illari ancha tadbirkor, ishbilarmon yigitlar chiqishib, ota joyini obod qilishib, hozir katta ishlarni amalga oshirishyapti ekan. Mana shu bugungi tadbirda tashkilotchilari ham farzandlari, ham institut olimlari, ham shu Samarqand ahlini, ziyoli ahli shu tadbirda tashkil qildi. Bugun juda katta soat 10da tantanalar bo'ladi. Xudo xolasa hali u yerdan ham reportaj qilib jo'natamiz. Biz faqat tarjimon deb bilsak. Og'zimiz ochilib qolib, yumib olyapmiz.